to the world of fairy tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we just begun. Hoy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. All our friends where magic never ends, the shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun, and we have just begun. Hoy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Aka-uka Grimm ertaklari. Journey to Taleland with a happy band. Zolushka, birinchi qism. Hozir sizlarga kichik ertaklar mamlakatida bo'lib o'tgan voqeani gapirib beraman. O'sha mamlakat qiroli yolg'iz o'g'lini 21 yoshga kirganligi munosabati bilan bal uyushtiribdi. Hey, kim bor? Kim bor? Soqchilar deyapman. Bu yerdamiz janob aholiylari. Soqchilarning boshlig'i qani? O'z xonasida uxlayotgan bo'lsa kerak. Nima? Bosh vazir qani? Maslahatchilarim qayerda? Ular ham uxlab yotishibdi. Oshpazchi? Janob aholiylari hali vaqtli-ku. Ularni hoziroq uyg'ot. Hammasi o'z o'rnida bo'lsin. Yo bugun qanday kunligini unutib qo'ydilaringmi, ha? Jonginam, o'zingizni bosing. Hali tong otmadi. Shahzoda nima qilyapti? Agar sizni baqir-chaqirlaringizdan uyg'onib ketmagan bo'lsa, u hali ham uxlayapti. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Hadeb yonini olavermay tezroq uyg'ot. Yaxshilab cho'milib olsin. O'zingiz bilasiz-ku, u cho'milishni yoqtirmaydi. Gap qaytarma. Sen uni tarbiyasini buzyapsan. Axir u bo'lg'usi qirol. Namuncha betoqatsiz. Bolani xohlamagan ishini qilishga majbur qilasiz. O'g'limiz juda esli, tabiatni yaxshi ko'radi, u joni dili, lekin ballarni yoqtirmaydi. Bir kun kelib balni ham yoqtirib qolar. Balki to'g'ri aytayotgandirsan, lekin bugungi balga qatnash shart. Nega? Sababini bilsam bo'ladimi? Oldindan aytishni istamagandim. Bugungi balga mamlakatimizning eng lobar, eng go'zal qizlari tashrif buyurishadi. Hayronman. Nega ularni taklif qildingiz? O'g'limizni tug'ilgan kunida ularga nima bor? Shahzoda 21 yoshga to'ldi, o'ziga qalliq tanlashi lozim. Ha, endigina 21 yoshga to'ldi. Nima? Bo'shashdingizdan qayting, o'g'limiz hali yosh. Men nevara ko'rishni istayman. Ha, siz faqat o'zingizni o'ylaysiz. Nega shahzodani uylantirish taraddudiga tushib qoldingiz desam, gap bu yoqda ekanda. Nimasi yomon? Mamlakat kelajagini o'ylayman. Menimcha bu bo'lishni istamayapsan. Bu bo'lsang qariligingni hamma bilib qoladi-da. Ha? Nima qilyapsiz? Hech narsaga tushunmayapman. O'zingni go'llikka solma. Bugun rosa raqsga tushamiz. Rostini ayt. Yaxshi o'ylabmanmi? Iltimos bas qiling. Rostini ayt. Meni tinch qo'ying, o'tinib so'rayman. Hammasini juda yaxshi tushunib turibsan. Ajoyib bal bo'ladi. Drakola! Qayerdasan, Drakola? Nima bola zo'lishga uxlab qoldimi? Kecha u allamahalgacha ishlagan, charchaganda. Yo'qmas, uxlayotgandir-da. Munchog'imni ber. Munchog'imni bermayman. Talashishni bas qilinglar. Zolushka. Drakola Zolushka, seni beka chaqiryapti. Zolushka. Bu yoqqa bermayman. Voy o'lmasam, uxlab qopman. Xayrli tong do'stlar. Xayrli tong Zolushka. Yaxshi dam oldingmi? Charchog'ing chiqdimi? Kecha rosa ishlaganding. Sen uxlab yotganingda ana ular taqinchoq talashib urushib ham olishdi. Doim talashishgan. Ish yoqmaslar. Yana uxlab qopsan-da, dangasa? Xayrli tong bekam. Xayrli tong. Juda uyquchisan-da. Tezroq nonushtani tayyorla, ortiq kuta olmayman. Xo'p bo'ladi, hozir.
Voy xudoyim-ey, shu bitta taqinchoqni muncha talashmasa. Axir ikkalasida ham taqinchoq ko'p-ku. Qiziq, ularning janjali nimadan tugar ekan? Ikkalasi ham befarosat, hech narsaga tushunmaydi. Aslida balga ular emas, Zolushka borish kerak. Hamma qizlar taklif qilingan, Zolushka ham borish kerak. Iltimos, bas qilinglar. Buni mumkin emasligini o'zinglar ham bilasizlar-ku. Qolaversa ko'ylagim ham yo'q. Ana ularga bir-biridan chiroyli ko'ylak tikib berding-ku, to'g'rimi? Biram qo'ling gulki shunday ajoyib ko'ylaklar tikkansanki, biram ajoyib, biram ajoyib. Balgacha ulgurishga harakat qildim. Bu ish yoqmasa uyalmasmikan? Bu ko'ylakda o'zingni bir tasavvur qilib ko'rgina. Zo'r bo'lardi, ishonchim komil. Agar balga borsang, baxting ochilardi. Yaxshi hissiyot bo'linglar. Ko'ylakni iflos qilib qo'ymanglar. Naq baloga qolaman-a? Trakola. Tezroq bu yoqqa kel. Ketyapman. Tezroq bo'l. Hozir. Zolushka bizdan xafa bo'ldi shekilli. Zolushka siqilyapti. Nega? Ko'rmayapsanmi? U balga borishni istaydi, lekin ko'ylakni qayerdan olsin? Bechorani tuzukroq ko'ylagi ham yo'q. Uning uchun bu ro'yobga chiqmaydigan orzu. Bechora, unga juda rahmim kelyapti. Borgim yo'q deb bahona qilyapti. Bilaman, uni dardi ichida. Bechora. Oyijon, qarang-chi. Juda yaxshi. Rosa yarashibdi. Meni aytdi dersan, atrofingdan yigitlar ketolmay qolishadi. Lekin senda mana bunaqa taqinchoq yo'q. Shahzoda men bilan raqs tushayotganda alamidan yorilib bo'lma tag'in. Qanday chiroyli. Xomtama bo'lma. Qo'ynim sezib turibdi, Shahzoda faqat men bilan raqsga tushadi. Nima deding? Ikkoving ham bas qil. Kechiring bekam. Senga nima bo'ldi, Trakola? Kechiring, nima bo'lganini o'zim ham bilmayman. Nima, jinni bo'lib qoldingmi? Tavba, o'zingdan o'zing raqsga tushib ketding. Bunday chiroyli ko'ylaklarni ko'rib, boshim aylanib qoldi. Balda Shahzoda bilan raqs tushyapman deb xayol qildingmi? Shahzoda, sendaqa erkak bilan raqsga tushmaydi. Bechora, orzuga ayb yo'q ekanda. Bu ko'ngil nimalarni tusamaydi. Meni ham balga borgim kelyapti. Nima? Nima deding? Meni ham balga borgim kelyapti. Iltimos, bekam, meni ham olib boring, o'tinib so'rayman. Bunday deyishga qanday tiling bordi? Bekam, taklifnomada mamlakatning barcha qizlari kelishlari mumkin deyilgan-ku. Bekor shu gapni yig'ishtir. Unda tuzukroq ko'ylaging ham yo'q. Har holda shu irkit ko'ylakda bormassan? Agar borsang, men sharmanda bo'laman. O'zing bilasan. Men seni onang emasman. Faqat ozgina rahmim keluvdi xolos. Buni esingdan chiqarma. Iltimos, meni kechiring. Gapirmasam bo'lar ekan. Nodon qiz. Tengi bilan degan gap bor. Tavba qildim. Endi bu haqda hech qachon og'iz ochmayman. Demak, sizlar boraveringlar. Aytib qo'yay, uydan ko'chaga chiqma. Eshityapsanmi? Seni joying oshxonada. Kelgunimizcha hamma yoni yarqiratib qo'y. Agar ostona xatlab ko'chaga chiqsang, mendan xafa bo'lma. Otajon, sizni hamma aytganlaringizni so'zsiz bajaraman, lekin hali uylangim yo'q. Mayli, balda qatnashaman, lekin uylanmayman. Balki fikringdan qaytarsan. Bugun mamlakatning eng go'zal qizlari tashrif yurishadi. Hammasidan bosh olib qochib ketkim kelyapti. Nima deyotganingni bilasanmi? Sen meni vorisimsan. Xo'p, aytganingizni qilaman, lekin uylanish qochib ketmas. Qarorim qat'iy. Meni xafa qilmay desang, uylanasan. Ota, Soqchilar boshlig'i quloq sol. Unga ko'z quloq bo'l. Tag'in qochib ketmasin. Tushundingmi? Har bir qadamidan ogoh bo'l. Tushundingmi?
qanday ko'rgulik. Voy, hammalari balga ketishyaptimi? Rosa maza qilishar ekanda, lekin bironta qiz ham shahzodaga yoqmaydi. Qara, ko'ryapsanmi, qara. Ha, Zolushka o'tayotgan har bir aravani qayg'u bilan kuzatib qolyapti. U ham balga borishni juda ham xohlayapti. Bechora. Ish bunday davom etishi mumkin emas. Unga rahmimiz kelgani bilan yordam bera olmaymiz. Biron yo'lni topishimiz kerak. Birinchidan shahzodani lol qoldirish uchun chiroyli ko'ylak kerak bo'ladi. Ha, to'g'ri aytasan. Agar ko'ylagi bo'lganda edi, hech ham uyda o'tirmagan bo'lardi. Shuni o'zi kifoyami? Kim gapirdi? Bu kimning ovozi? Bu men. Nima bo'lyapti o'zi? Kim gapiryapti? Voy, qaranglar, daraxt qimirlayapti. Voy xudoyim. Ko'ylak. Daraxt Zolushkaga ko'ylak taqdim etdi. G'aroyib. Bu unga to'g'ri kelarmikin? Juda chiroyli ekan. Zolushka qara. Daraxt senga ko'ylak berdi. Ko'ylak. Voy, muncha chiroyli. Nahotki shu menga bo'lsa? Ha, albatta. Tezroq kiya qol, tezroq. Rahmat senga daraxtjon. Ko'ylak soat 8 da shu yerda bo'lish kerak. Ma'qul, Zolushka albatta 8 gacha qaytib keladi deb va'da beraman. Tashvishlanma. Juda soz. Rahmat. Juda ham mehribon daraxt ekansan. Zolushka juda ochilib ketibdi. Ko'zlarimga ishonmayman. Shu o'ngimmi? Nahotki o'ngim bo'lsa? Zolushka raqsga tush. Biroz hayajonlanyapman. Shunaqa ham xursandmanki. Zolushka juda yaxshi. Zolushka mana boshmoq, taqinchoq. Qiziq. Bular nega to'g'ri kelarmikin? Xuddi o'zimnikidek. Labloyiq. Oq yo'l. Yaxshi bor, Zolushka. Faqat chorakam 8 da uyga qaytishing kerak. Xo'p bo'ladi. Undan ham vaqtliroq qaytaman. Ilohim omadingni bersin. Rahmat. Vaqtni sekin o'tishini qarang. Qachon yetib borarkanmiz? Ancha vaqtli chiqdik, lekin mana bu olomonni deb balga kechib qolishimiz mumkin. Bunaqada kechki ovqatdan ham quruq qolamiz. Oyi, biror yo'lini toping. Tashvishlanmanglar. Yetib olsak bo'lgani. Navbatsiz ham kirib ketamiz. Hammasi joyida bo'ladi. Tag'in uxlab qolmasin. Shahzodam, meni ma'zur tuting. Qirol hazrati oliylari aytdilarki, meni eshityapsizmi? Xo'p, tushunarli, uxlamayman. Naqadar ajoyib, lekin u yoqqa borishga jazm qila olmayapman. Yaxshisi biroz tomosha qila qolay.
Shahzoda, Madam Pompadour o'z qizlari bilan tashrif berdilar. Shahzodam, qizlarimni tanishtirishga ijozat eting. Men birinchi. Yo'q, men birinchi nimalar deyapsan? Yo'q, men. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Ikkoving ham bas qil. Kimga aytyapman? Vaqt ketyapti. Borishim kerak. Kechirasiz. Bilmay qolibman. Uzr, payqamay qoldim. Balga kirmasdan bu yerda nima uxlayotganmidingiz? To'g'ri aytasiz. Balga kelib bu yerda uxlash juda kulgili. Kechirasiz. Yo'q, uzr so'ramang. Albatta, balga kelib unga kirmasdan uxlash yaxshi emas. Lekin balni men ham yoqtirmayman. Rostdanmi? Ha, rost. Iltimos, faqat bu haqda hech kimga og'iz ochmang. Ishongim kelmaydi. Ishonavering. Bal desa jonim chiqib ketadi. Lekin o'zimni xursand qilib ko'rsatishga majburman. Men ham gohida uxlab qolaman. Sizga qiyin ekan. Ha, to'g'ri aytasiz. Yoqtirmagan ishimni qilishga majburman. Bo'lmasa mehmonlar xafa bo'lishadi. Nima qilyapsiz? Qanday raqsga tushishingizni ko'rmoqchiman. Iltimos turing. Tura qoling. Men bilmayman. Hech qisi yo'q. O'zim o'rgatib qo'yaman. Mana, meni yaxshilab kuzating. Oyog'ingizni bosib olishdan qo'rqyapman. Uzr, qo'polroqman. Sekin, diqqat qiling. Musiqa ohangiga qarab harakat qiling. Shunday. O'zingizni bo'sh qo'ying. Ana shunday. Juda yaxshi. Yaxshi. Bilasizmi? Juda yaxshi ekansiz. Nega? Siz bilan zerikmayapman. Ilgari sizdagi qizni uchratmagan. Raqsga tushishni ham o'rganib oldim. Mana shundaymi? To'g'ri. Nahotki o'rganib olgan bo'lsam. Zehningiz o'tkir ekan. Hatto shahzoda ham sizga teng kela olmaydi. Bilasizmi? Raqsga tushish menga yoqa boshladi. Ustoz. Shahzoda bilan raqs tushayotgan qiz ziyoli oiladanmi? Bilmadim. Tezda aniqlab menga ma'lumot ber. Xo'p, bo'ladi. Raqsga juda yaxshi tushyapsiz. O'rgatadigan boshqa narsa qolmadi. Yana bir narsani bilishim kerak. Nimani ekan? Ismingizni bilmayman. Agar ismingizni aytsangiz, bag'oyat minnatdor bo'lardim. Rostdan ham bilishni xohlaysizmi? Ha, ismingizni qalbimda saqlayman. Unda qalbingizdan xavotir olaman. Nega? Men ketishim kerak. Xayr. Nega? Qayoqqa ketyapsiz? Xayr. Men unga kema degandim-ku. Nega ketyapsiz? Iltimos, to'xtang. Siz bilan tanishganimdan juda xursandman. To'xtang, uyingizga kuzatib qo'yaman. Bugungi kunni o'lgunimcha unutmayman. Hoy, qayoqqa? To'xtang. Iltimos, to'xtang. To'xtang. Bu juda qulay vaziyat. Biz bundan foydalanib qolishimiz kerak. Shahzodaga bitta qizimni albatta turmushga beraman. Tezroq ularga yetib ol.
Uyga xush kelibsiz. Xush kelibsiz, shahzodam. Qadamingizga hasanat. Kechirasiz, men bir qizni izlab yuribman. U hozirgina shu uyga kirib ketuvdi. U qayerda? Meni ikkita qizim bor. Ko'ring, ulardan qaysi biri edi? Qani ular? Marhamat. Qizlarimni qaysi birini qidirib yuribsiz, shahzodam? U bu yerda yo'q. Janob oliylari. Xo'sh, kimni qizi ekan, qayerda yashar ekan? Bu Margarita Nastan bo'lib, Madam Pompadourning qizi ekan. Adashmayapsanmi? Ishonchim komil, janob oliylari. O'sha qiz uyga ketayotib oltin bashmog'ini tushunib qo'ydim, men topib oldim. Qanaqa ahmoq odamsan? Hoziroq o'sha yerga borda qizni olib kel. Tushundingmi, Galvars? Lekin shahzoda bilmasin. Saroyga qaytganda bir og'zi ochilib qolsin. Uni ko'radi-yu, roziman deganni bilmay qoladi, keyin to'y boshlab boramiz. Tezroq bora qol. Vaqt g'animat. Shoshil, aks holda yomon bo'ladi. Nega men bu haqda hech narsa bilmayman? Nahotki bilmaysan? Oyi, bu qandaydir anglashmovchilik. Meni uylanadi deb kim aytdi? Otang. Otam? Yana boshladilarmi? Nima bo'ldi, o'g'lim? Men otang bilan hammasini kelishib olgansizlar deb o'ylabman. Axir ulardan iltimos qilgandim-ku. Ha, lekin otang allaqachon vazirlarga to'y hozirligini ko'rishlariga buyruq bergan. Uni fikri xayoli nabirada. Oyi, iltimos, yordam bering. Otam yana ozgina sabr qilsinlar. Men avval baldagi o'sha qizni topishim kerak. Uni sevib qoldim shekilli. Oyi, Qaysi qiz? Kim u? bilmayman. Bilmayman. Bu yoq qiziq bo'ldi-yu. Tavba, shunaqa ham bo'ladimi? Bilasizmi, o'sha kuni u menga raqs tushishni o'rgatdi. Keyin birdaniga ketib qoldi. Raqs tushishni o'rganganing juda yaxshi bo'pti. Afsuski, u bilan uzoq gaplasha olmadim. Demak, uni bir ko'rishda sevib qolibsan. Bu juda g'alati. Ismingiz nima? Zolushka. Zolushka? Nega unaqa? Sababi oshxonada yashayman. U yerda pech bor, atrofi doim kulga to'la. Shundan bo'lsa kerak, meni Zolushka deb atashadi. Zolushka. Juda go'zal ism ekan. Bu ismni hech qachon unutmayman. Zolushka. 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 Tinchlikmi? Nega parishon xotirsan? Balga borib kelganingdan beri ancha o'ychan, g'alati bo'lib qolding. Nima bo'ldi, Zolushka? Men unga ismimni ayta olmadim. Kimga? Shahzodaga. Shahzodaga? Shahzodaga? Shahzoda bilan raqsga tushdingmi? Ha, biz raqsga tushdik. Shahzoda mendan ismimni so'radi. Aytishga uyaldim. Nega? Uyaldim, vassalom. Jazm qila olmadim. Oshxonada qora ishlar bilan shug'ullanishimni bilib qolishidan qo'rqdim. Shahzoda ismingni bilishni istagan, xolos. Bekor qilsan, nima bo'lganda ham ismingni aytishing kerak edi. Shahzodaga yoqmasligidan qo'rqdim. Endi o'sha uchrashuv xayoli bilan yuribman. Xayolimda uni raqs tushishga o'rgatayotgandekman. Axir Zolushka ekanligimni qanday qilib aytardim? Menimcha sen kasal bo'lib qolgandirsan. Issig'ing yo'qmi, ishqilib? Yo'q. Issig'ing baland ko'rinib turibdi. Sizni issig'ingiz chiqqanda esa rosa alahsiragandingiz, ko'zlaringiz ham qizarib ketgandi. Eslatma, o'lib qolishimga oz qolgandi. O'shanda meni aldayapsiz deb o'ylovdim. O'zi ham rosa aljiragansiz-da. O'shanda xo'pam g'amxo'rlik qilganding menga. Qattiq shamollagandingiz-a? Ha, mayli, bu mavzuni bas qilaylik. Zolushka, saroyga borishing kerak.
To'g'ri, shahzodani topib, bor gapni ro'y-rost aytasan. Shunday qilsang, o'zingni yengil his qilasan, bo'lmasa kasaling yana avj oladi. Sen malika bo'larding. Qirolga bo'lib o'tgan voqeani aytib beribsiz. G'oyat minnatdorman. Madam Pompadour, qirol hazrati oliylari siz bilan qizlaringizni kechki ovqatga taklif qildilar. Voy xudoyim-ey, nima bo'ldi? Mazangiz qochdimi? Bu juda jiddiy ish. Qirol siz bilan yashirincha uchrashmoqchi. So'ngra to'y. Tushunyapsizmi, xonim? Nahotki qizim shahzodaga turmushga chiqadi. Iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Qirol bizni kutyapti. Tushundim. Tezroq, qizlar, eshitdinglarmi? Chaqa-chaqa qimirlanglar. Qizlar? Ha, aytgancha bilmaysiz, a? Meni qizim ikkita. Unda qaysi birini olib borasiz? Nimani nazarda tutyapsiz? Qay birini? Axir shahzoda ulardan faqat biriga uylanishi mumkin. Ha, to'g'ri aytasiz. Shahzoda bittasiga uylanishi kerak. O'sha baxtli qiz kim ekan? Men, yo'q men. Beka qizlari bilan qayoqqadir ketdi. Qiziq, ular yasan-tusan qilib qayerga ketishdi ekan? Menimcha ular kech kelishadi. Zolushka vaqtni boy bermay tezroq saroyga bor. To'g'ri aytyapti, rostdan ham saroyga borishing kerak. To'xtanglar. Nima bo'ldi, Pompadour xonim? Biron nima unutdingizmi? Ha, unutibman. Kutib turinglar, men hozir kelaman. Men ham birga boraymi? Yo'q, shart emas. Men o'zim tez qaytaman. Yaxshi. Zolushkaga ko'ylakni beraman. Hammani nomidan rahmat sizga. Buni Zolushkaning mehribonligi va yaxshiligi uchun qilyapman. Rahmat. Ey Zolushka, bo'la qol tezroq. Shahzoda kutib qoldi. Yashamaguray. Bilgandek gapman. Ketishimni kutib turgan ekansan-da, a? Mana endi hammasini bildim. Bular meniki emas. Iltimos qaytarib bering. Yaramas qiz. Gapimga kirmaslikka qanday hadding sig'di? Jazoingni tortasan endi. Nima qilmoqchisiz? Nima qilishni o'zim bilaman. To'y sen kirmaguncha mana shu uyga qamab qo'yaman. Tushundingmi? Bekam, oching. Iltimos, eshikni oching. Iltimos. Bu qanaqa tovush bo'ldi? Iltimos, daraxtni kesmang. To'xtang, bas qiling. Sizga aytyapman. Zolushka, yig'lama. Qanday dahshat. Bo'lishi mumkin emas. Bechora daraxtginam. Bekam bu daraxt senga boshqa yordam bermasligi uchun kesib tashlashni buyurdilar. Bilaman. Hammasiga o'zim aybdorman. Yolg'iz men aybdorman. Xafa bo'lma. Daraxt yana ko'karib chiqadi. Beka qaytguncha sen bu uydan qochib ketishing kerak. Bo'lmasa kech bo'ladi.
Foydasi yo'q. Beka meni qo'riqlash uchun soqchi qo'yib ketdi. Qanday qochaman? Zolushka xafa bo'lma. Biz sen bilan biror chorasini o'ylab toparmiz. To'g'ri, albatta yordam beramiz. Qo'limizdan kelganini ayamaymiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz do'stlaringmiz, seni og'ir kunda tashlab qo'ymaymiz. Nima? Yakka yagona o'g'lim ikkita qizga uylanadimi? Kallang bormi, o'ylab gapiryapsanmi? Kechirasiz, ikkita qizdan birini tanlash oson deb o'ylabman. Haligi xonim ham shunday degandilar. Bu qilmishingcha hali javob berasan. Bizga shahzoda bilan raqsga tushgan qiz kerak. Qo'limdan kelgancha harakat qildim, janob oliylari. Demak, gap bunday. Bu ikkisidan o'g'lim tanlagan qizni topishing kerak. Bu buyruq. Bosh ustiga buyrug'ingizni bajaraman. Faqat ehtiyot bo'l, xato qilib qo'yma. Agar adassang, zindonda chiriysan. Tushundingmi? Bir qoshiq qorimdan keching, rahmingiz kelsin. O'zingni qo'lga ol. Harakatingni qil. Ertaga to'y. Qanaqasiga? Muncha tez. Senida to'yni qoldirishni istamayman. Tushundingmi? Nima qilsam ekan? Bunday bo'lishini bilganimda hech qachon o'sha boshmoqni qo'limga olmagan bo'lardim. Boshmoqni ishga solish kerak. Uni qizlarga kiydirib ko'raman. Kimga to'g'ri kelsa, o'sha shahzodaga qalliq bo'ladi. Xo'sh, boshmoq qayerda qoldi? Janob oliylari, topdim, janob oliylari. Nimalarni aljirayapsan? Men shahzoda ortdan quvib ketayotganimda topib olgan boshmoq kerak. Janob oliylari, o'sha boshmoq esingizdami? Esimda shekilli kichkinagina edi. Esingizga tushganda juda xursandman, janob oliylari. Men hech narsani unutmayman. Xudoga shukr. Qani o'sha boshmoqcha? Qayerga qo'ydingiz? Bering menga. Bilmadim. Nima? Qayerdaligini bilmayman. Janob oliylari, sizga berganim aniq esimda. Agar o'sha boshmoqcha bo'lmasa, u holda qayerdaligini bilmayman. Kerak bo'lsa o'zing topib ol. Hammasi rasvo bo'ldi. Endi nima qildim? Sho'rim quridi. Yordamga sichqonlarni olib keldik. Tezroq ishga kirishinglar. Sekinroq. Tag'in qorovul eshitib qolmasin. Eshitib bo'ldi. Nima? Uni qo'l tepaga qarayapti. Tovush qayerdan kelayotganini bilmoqchi. U bilguncha ishni bitirib bo'lamiz. Xavotirlanyapman. Iltimos, ehtiyot bo'linglar. boshmoq qayerda bo'lishi mumkin? Chin ursin. Qirolga nevara kerak, menga esa jonim. Boshmoqni topmasam kallam ketishi aniq. Qirolicham. Bu yerda nima qilyapsan? Menmi? Hozirgina hazrati oliylardan maxfiy buyruq oldim. Shunga nima qilsam ekan deb turuvdim. Boshmoqni izlayapsanmi? Ha. Boshmoq senga yordam bermaydi. Yaxshisi shahzodaga yoqib qolgan qizni top. Agar o'sha qizni topmasang, umring zindonda chirishi aniq. Harakatingni qil. Bu bilan nima demoqchisiz? Gap shundaki, bu ikkala qiz ham o'g'lim qidirayotgan qiz emas. Nima? Bo'lmagan gap. Qayerdan bilasiz? Qo'shni xonada turib qirol bilan gaplashayotganingizni eshitdim. Rostmi? Mabodo boshmoqni topsang va u shu qizlardan biriga to'g'ri kelgan taqdirda ham shahzoda unga uylanmaydi. Ana unda kallangdan ayrilasan. Hech kim senga yordam bera olmaydi. Qirolicham, rahmingiz kelsin. Yordam bering. Men itoatgo'y qulingizman. Iltimos yordam bering. Xudo haqqi o'tinib so'rayman. Yaxshi, unda gapimga quloq sol. Boshmoqni unut. U birorta qizga loyiq kelib qolishi mumkin. Sen yaxshisi shahzoda bilan raqsga tushgan qizni qidir. To'g'ri aytasiz. Oyi, kutaverib charchadim. Qachon bir qarorga kelishadi? Shahzodaga turmushga chiqishni istasangiz, biroz sabr qilishingizga to'g'ri keladi. Ko'ryapsizmi, qirol asabiylashyapti. O'tinta, qani? Qayerga yo'qoldi? Boshmoq topildimi, ha? Oy, kim bor? Hoziroq vazirni chaqiring.
Boyatdan beri nimani tomosha qilyapti? Ish qilib bu yoqqa chiqib qolmasmikin? Unda hamma reja puchga chiqadi. Xudoga shukr, bo'ldi. Rahmat sizlarga, do'stlarim. Yaxshi, endi biroz sabr qil. Xo'p, men tayyorman. Rahmat. Men qolganlarni chaqiraman. Albatta ulguramiz, xavotir olma. Bu nimasi? U meni ko'rib qoldi. Hammasi tamom bo'ldi. Hey, u yerda nima qilyapsan? Hey! Держите! Mahkamroq ushla. Topdingmi? Qani? Yo'q, nima qilay janob oliylari, nima qilay? Iltimos, biroz kuting. Qaysi biri? Hazrat oliylari, bu nozik masala. G'aldirashni bas qil, toqatim toq bo'ldi. Shoshilish kerak emas janob oliylari, iltimos yana biroz o'ylaylik. Qaysi biri? Yaxshilab o'ylab ko'raylik. Eshitishni ham istamayman. Buyruqni bajar. Janob oliylari boshmoq bo'lganda hammasi oson kechardi. Muncha boshmoq deyverasan. Boshmoq topildi. Mana u. Bu meni boshmog'im. Mening Qizlar, bas qilinglar. tegma, meniki. Mana uni qaraydi. Kim bo'ldi, ha? U yalmog'iz, jodugar. Uni agar o'ldirmasangiz, qasringizni sehrlab qo'yadi. Tezroq o'ldiring uni. O'ldiring. To'xtanglar. To'xtanglar, unga tegmanglar. Men kutayotgan qiz shu bo'ladi. Nima? U shahzodani sehrlab qo'yibdi. Hozirroq biror chorasini topish kerak. Zolushka, mana ko'ylaging. Boshmoq oyog'imga sig'mayapti. To'g'ri, chunki bu boshmoq seniki emas, meniki. Nodonsan. Iltimos qizlar, urushmanglar. Boshmoq o'z egasini topdi. Aytdim-ku, bu safar to'y qilamiz deb. Hamma to'y marosimiga tayyorlansin. Xo'p bo'ladi. Azizim, to'yga qo'shni qirollarni ham taklif qilish kerak. To'g'rimi? Nimalar deyapsan? Hali vaqtli emasmi? Hech ham vaqtli emas. Muhimi o'g'ling rozi. Sen qarshi emasmisan? Nega endi men roziman? Enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look what fun, and we have just begun the journey to Tailman with a happy band.
shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun, and we have just begun the journey.